Gulnozamisiz? Dilnozami kechadan beri bilolmay sarsonman. Qizlar, sizlarni deb ayollar saloniga keldim, siz esa ismingizni ham yozmabsiz. Yana savol berib, baraka topkur deb qo'yasiz. Xo'p, soch va yuzga foydam haqida so'ragan ekansiz, yozib oling. Men soch ildizini mustahkamlab, to'kilishni kamaytirib, qalinroq qilaman. Chunki mendagi protein va biotin soch ildizini oziqlantiradi. Buning uchun meni chayqab soch ildiziga surting, 20 daqiqa ushlab, keyin shampun bilan yuving. Natijada sochingiz toshdek baquvvat bo'ladi. Gulnozaxon, agar meni yuzingizga surtsangiz, mendagi protein va vitaminlar teringizni tonusini oshirib, silliq va porloq qiladi. Buning uchun meni chayqab yuzga surtib, 10 daqiqadan so'ng iliq suv bilan yuving. Shunda teringiz doim yosh qizlarnikidek sog'lom va porloq bo'lib turadi. Xo'sh, Dilnozaxon, siz ham yozib oldingizmi? Bugundan boshlab sizni Guldil deb chaqiraymi yoki oti yo'qmi? Axir ismingizni yozmabsiz-ku. Keyingi safar qiziq savolingiz bo'lsa, uni yozib, aynan kim aytib berishini istashingizni ham aytib keting. Albatta ismingiz esdan chiqmasin, ha qizlar. Siz esa Gulnoza, Dilnozaxon, shuncha ma'lumot uchun hech bo'lmasa obuna bilan yurakchani bosib ketishga erinmassiz, ha?